Hammaga xayrli kech bo'lishiga qaramasdan shogirdimizga tayyorlagan instrumentlarimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Turetskiy nabordan kerakligini ishlaydiganini olib yasadik. Даже Turetskiyda yo'q ключlardan ham yasadik. Hozir bitta qisqa qilib obzor qilib beraman. Asosiy glavniylari shu mana 11 tami 12 ta. Endi bu tomonda turganlar ham yasaldi. Bular hadavoy Turkiya naborda bor bu instrumentlar. Ko'proq mana hakkega ishlagan bular bor. Bilasizlar, hamma naborda bor. Bizda asosan mana birinchisidan boshlaymiz. Tagini tergani. Mana yaxshilab ko'rishingiz mumkin. Materiali staldan bo'lgan. Qalinligi 10-12. Bitta katta, bitta kichik yasadik. Mana shunaqa holatda bo'ldi. Lekin yana uchiga ishlov berib, mehrni ko'proq bersa, oynay bo'ladi. Shunga o'xshab. Ikkita shagrin teradigan, bitta kichkina, bitta katta Bugatti. Buni nomini biz Bugatti deymiz. Shunaqa qayrilgan bo'ladi. Bu o'zim yasaganim bu. Profilga qo'yganim o'sha. Ikkita. Eng asosiysi kerak bo'ladigan uzun yapaloq. Uzunidan bitta, 12 lik qalinligida, 10 qalinlikda o'rtacha va 8 qalinlikda bu kichkinasi. 3 xil bo'ladi. Keyin kobra yasatdik. Bu kobra Turetskiy naborda boshida kelgan, hozir bunaqa kelmayapti, shakli o'zgarib ketgan. Lekin buni ishlatgan ustakalar o'zi biladi, qanaqa zo'r ishlashligini. Foydasi juda katta. Bitta kichkina, bitta kattasidan bo'yi uzun. Mana bitta Bugatti qayrilgan, kalta yapaloq. Buni eski 7-8 yil, 10 yil, 15 yillik staji bor ustalar biladi bu instrumentni. Qo'shimchasiga bitta bundan yasadik. Xo'sh, bu uzun yapaloqlar ham eskidan ishlangan. Foydasi juda katta, ayniqsa Damaslarga, uzun joylarga juda zo'r qo'l keladi. Naborlarning ichida bunaqa instrument men ko'rmadim hali. Bunisidan ham ko'rganim yo'q. Instrument yoqqan bo'lsa, fikringlarni, izohlarda yozib qoldiringlar. Sopini oddiy jaydaracha qilib qo'ydik, jaydaracha. Shunaqa. Eng menga yoqqani shu bo'ldi mana, shagrin teradigan. Uchli bo'lib chiqdi. Yana uzun yapaloq. Kerakli, ishlaydigan instrumentlar. Ya'ni bunisi tomonda ishlaydigani, bu Turkiya naborlarda bor. Hakkey. Bunaqa qayrilgan hakkey. Bitta mana bunisidan bu ham ishlaydi. So'roq hakkey deyiladi. Bu so'roq krilodi labiga boradi. Hakkeyni o'zi. Bu kriloga ishlaydigan hakkey. O'zimizning oddiy anjanli hakkeysi. Bu instrumentimiz Cobra, boshqacha shakldagisi. Bu ham hakkey, naborlarda chiqadi bu. Shundan kopiya qilib yasadik. Mana bu ham naborlarda bor. Bu uzunroq. Uzoq joylarda ishlagan. Bular asosan naborlarning ichida bor. Bularda ham ba'zilari bor. Lekin shu uzun yapaloq, hozir kobralar kelmay qo'ydi. Uzun yapaloq yo'q, keyin shunga o'xshagan Bugatti yo'q. Bu ham rosa ishlaydi. Eng glavnisi shagrin teradigan, idealniy bo'lib chiqqan. Savol bo'lishi mumkin, nech pulga tayyor bo'ldi degan. Buni biz shogirdga qildik, bilmaymiz. Agar bunda kim qiziqish bo'lsa, shunaqa nabor yasatmoqchi bo'lsa, ya'ni aloqaga chiqsa, zakazga qilib berishimiz mumkin. Lekin qo'limizda tayyori yo'q. Bitta bor edi, buni yangi chiqqan shogirdga berdik. Saralab o'zim uchun ishlaydigan instrumentdek yasadik. O'zim shu instrumentlarni juda ko'p ishlataman. O'zimda ham bor. Qimmatga nabor olmadi-ku, o'shani puliga borib-bormadi-yu narxi, lekin deyarli hammasi ishlaydigan instrument bo'ldi. Misol masalan mana bu naborimizda bu instrument vada ishlanmaydi. Bu ham umuman ishlanmagan, bu ham ishlanmagan. Endi buni simlar, mayda simlar ishlanadi. Bu uchalasini 4 yildan beri ishlatgan bo'lsam, bir marta ishlatganman, bo'lmasa ishlatmaganman. Bu narsa ham turadi, ishlanmaydi. Faqat shumka ishladi xolos. Ketki bir kerak bo'lsa kerak bo'ladiki, bo'lmasa kitovoy xo'st ham turadi. Ishlanmaydi. Buni o'rnatmasa ham bo'ladi. Bu deyarli yangidek turibdi. Bular ishlaydi. Buni olib kopiya qilganmiz, ko'rsatdim. Mana instrument ham mana ishlamaydi. Ishlamaydi. Sopi ham mana yangi turibdi. Shu yerga tushgan xolos. Talpada yerga tushgan. Shu instrumentlardan ham bitikda qo'shganmiz. Mana bundan ham yasatganmiz. Ko'rsatmadim qayerda qoldi-ki. Keyin shu instrumentdan ham qo'shganmiz. Turbaning orasiga kirib ishlagani. Bu oddiy deyladimi, nima deyiladi bilmadim. Naborlar ichida bo'ladi, bu bor. Buni kattasidan ham yasaganmiz, bitta kichkinasidan ham yasaganmiz. Bunlar shunaqa gaplar. Instrumentlarga bitta baho berib, izohlar yozib qoldirasizlar. Bitta like ham bosib qo'yinglar.